Xitoydan bir dunyo narsalarim kelgan. Bugun sizlar bilan raspakovka qilamiz. Birinchisi bu. Конечно, men uyum joyim degan xizmat. To'g'ri bitgan. Bu o'zidan sredstva chiqaradi. Hech qanaqa sredstva sotib olish shart emas. Gubkada darazli shunaqa bir dunyo. Menimcha bu bir kelsa kerak. Keyingisi to'rt o'zim ham bilmayman nima zakaz qilganim, chunki 20 kun oldin zakaz qilganman. Esimdan chiqib ketgan nimalar olganim. Buni shamollagan paytimda zakaz qilgan edim. Elektronniy gradusnik. Lekin men o'sha shamollab oldim. No, kerak bo'lib qoladi. Bu необычныйlik yoqib qoluvdi. Shuning uchun zakaz qilganman. Bu bunaqa sigirli. Keyingi narsani ochamiz. Hamma joyda 200 ming, 220 ming sotilayotgan sviter. Bilasizlarmi, bu menga kargosi bilan 80 ming so'mga tushdi. Xuddi o'sha magazinlardagi kачество. Lekin arzonroq. Qo'llari keng. Tualet tozalashda davom etamiz. Yana bitta tualet tozalaydi. Buni ichida mana bunaqa zapaslar chiqadi deb bilmadim. Shuning uchun отдельно zakaz qilgan edim. Lekin o'zining nasatkasining ichida ham mana bunaqa zapaslari chiqadi. O'zining shotkasi. Buni ochamiz. Buni o'zini devorga yopishtiradigan chiqdi. Mana shotkasi. Teplonniy losina. Kimdir buni gamash deydi. Buni endi uyga kiyib boraman, chunki oyog'im menga kalta ekan. Xitoyliklar bilasizlar, kichkina bo'ladi. Uchun bo'yi baland qizlar narsa zakaz qilayotganda e'tiborli bo'linglar.